Assalamu alaikum. Hurmatli bizani ijtimoiy tarmoqlar. Bizlar bugun shaharda To'mariston fermeri xo'jaligida mehmonlarimiz va bu yerda hozirgi kunda qaramoqlar soni 1200 va ijaralar jamoasi bu fermer xo'jaligimizda bizlarimiz ijara ratsion tuzish xizmatimizni ko'rsatamiz. Va albatta qaramoqlardan doğru foydalanish, fermer xo'jaliklarini doğru tashkillashtirish borasida ish olib boryapmiz. Hozirgi kunda bu yerda 420 dan ortiq sog'lom sig'imlar va 300 dan ortiq nojonlari va 100-250 atrofida buzoqchalar mavjud. Va bu yerdagi atirib turgan ishlar, bo'lib turgan yangiliklar borasida sizlarni yaqin kunda chiqadigan videomizda tanishtirib o'tamiz. Xiva bozor kanalida, ijaralar kanali YouTube kanalida bizlarni ko'rishdan davom etinglar. Hammani sarvasına bereket dileymiz.